Assalomu alaykum hammaga. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Bir real voqealarni sizlar bilan bo'lishim keldi yana. Hozir bir opaxonni eshitdimda YouTube'dan, Instagram'dan. Rossiyada yurgan insonlar ipoteka banklardan qarzi borlar, bir-biriga yordam berib 100 rubldan deyaptilar. Xullas kreditlarni yopishayotgan ekan yo'lini qilib. Shu narsani bizani O'zbekistondan ham qo'llasa bo'larkan degan niyatda gapirishyapti. Bu yaxshi narsa, конечно. Misol uchun bir odam inson ish qilib turibdi, o'sha puliga ishonib kredit olsada ishi o'xshamay qolib nolga kirib qolsa, shunaqa insonlarga yordam berish kerak. Real voqealardan bittasi hozir aytishim bo'yicha mana bir inson to'y qilmoqchi bo'ldi. To'y qilish uchun xotini oyoq tirab turib oladi. To'yni undoq qilamiz, dabdabali qilamiz, balo qilamiz, to'yni zo'r o'tkazamiz deb xullas erini majburlab kredit oldiradi. Xullas to'y qilishadi, kreditni hamma pulni ishlatishadi to'yga. Endi to'y olgan kreditni keyingi oyga qaytarish bor-ku. Bu yerda boshqa masala-da, mana o'zi xotinlarni bir ahmoqgarchiligida turgan uyi, shu insonlarni turgan uyi pul to'lab kvartira bo'lib yashayotgan joyi bo'ladi. Har oy $400 to'lashadi, $300 to'lashadimi? Shunaqa joy. Har oy kvartirasiga pul to'lash kerak. Ham bankka eshik taqilasi turibdi, pul to'ladi. Yangi kelin kelib tushgan. Xullas amal taqal, uyida har kuni quruq non, suv, choy, boshqa ovqat yemaydi. Uni orasida kelin homilador bo'ladi, oylar o'tadi. Xullas xonadonda farzand tug'iladi. Yaxshi yemagan kelin nima bo'ladi? Bolasi nogiron tug'iladi. Kelinga yaxshi e'tibor bo'lmaydi, yeb ichari yaxshi bo'lmaydi. Turgan kvartirasiga pul ham to'la olmaydi. Kvartiraning egasi kelib uydan haydab chiqarib yuboradi. Yerini o'zi mazasi qochib ishlomay ham qoladi. Xullas xotinlar ajrashadi, nogiron bolasi bilan ketadi kelin uyiga, o'zi kasalvon bo'lib qoladi kelin. Xotinini o'ziga hamma narsa qolib ketadi. Qaranglar-da. Xalqni yedirib, ichirib olaman deb, to'yni dabdabali qilaman deb, orzu havosim bor degan ayol hamma yoqni rasvo qildi. Shuni ustiga kvartiraning pulini amallab to'lab, uydagi kelinga, homilador kelinga yaxshi qaraganda, balki nevarasi bunaqa nogiron tug'ilmasmidi. Yaxshi ichmagandan keyin, yaxshi yemagandan keyin kelin organizmdagi bola ham, tanasidagi bola ham nogiron tug'ilib qoldi. Bunaqa voqealar ko'payib ketdi yana. E'tibor bermanglar, e'tiborli bo'linglar, bee'tibor bo'lmanglar. Ayollar, orzu havosinglarni-chi jannatda qilinglar. Orzu havos. Bu dunyodagi yeb ichgan hammasi shu yerda qolib ketadi. Hatto mana tanalarimiz ham shu yerda qolib ketadi. Ruh faqat ketadi, ruh. Ular hammasi turpoqga aylanib ketadi. Orzu havosli narsalar hammasi shu yerda qoladi. Shunaqa. Ayollar bunaqa orzu havos qilmanglar. O'zi sizlarni deb biz yer yuzida yuribmiz. Sizlar sababchisizlar mana shu yer yuzida yurish o'ziga. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.